Doktor, ilgari koronagrafiya va stent qo'yish bo'lmagan, lekin infarkt kasalligiga chalingan bemorlar davolanilgan. Bugungi kunda esa bu go'yoki odat tusiga kirgandek. Bu o'zi qanchalar to'g'ri? Umuman olganda koronagrafiya bu diagnostika usuli. Ya'ni koronagrafiya bilan yurak tosh tomirlari tekshiriladi. Shuni aytish kerak, faqat infarktda bu amaliyot bajarilmaydi. Infarkt oldi holatlarida zo'riqish stenokardiyasi, nostabil stenokardiyada ham diagnostika sifatida bu tekshiruvdan foydalanish mumkin. To'g'ri, koronagrafiya amaliyoti oldin bo'lmagan deyilyapti, lekin O'zbekistonga dastlab 2000-yilda boshida kirib kelgan. Faqat bu ish bilan shug'ullanish keng spektrda bo'lmagan. Ya'ni mutaxassislar yetishmovchiligi, amaliyotni keng targ'ib qilinmaganligi fonida hamma bemorlarga ham qilinmagan. Lekin yillar o'tgan sari intervension kardiologiya O'zbekistonda ham jadal rivojlangani fonida koronagrafiya amaliyoti O'zbekistonga kirib keldi va bu darhaqiqat yurak ishemik kasalligi diagnostikasida oltin diagnostik usul hisoblanadi. Koronagrafiya amaliyoti fonida yurak tosh tomirlarida kritik stenozlar bor yoki yo'qligi aniqlanadi. Agar stenozlar mavjud bo'lsa, uni bartaraf etish maqsadida stentlash amaliyoti yoki ballonная dilatatsiya deydi. Mana shunaqa usullar qo'llaniladi. Agar bir nechta tomirlar zararlangan va u tomirlarga stent qo'yish iloji bo'lmasa, unda ochiq operatsiya aorta koronarni shurtlash amaliyoti bajariladi. Shuni ta'kidlash kerakki, koronagrafiya diagnostika usuli bilan bemorda infarktga moyillik bor yo yo'qligi ham prognostik maqsadida aniqlanishi mumkin. Ya'ni bemorda yurak xuruji fonida hali infarkt ro'yobga chiqmagan, lekin koronagrafiya tekshiruvi fonida bu bemor infarktga moyil va davo sifatida stent qo'yilib infarkt oldi olinishi ham mumkin. Bu tomondan koronagrafiya bugungi kecha kunduzda eng o'rnini bosib bilmaydigan tekshiruv hisoblanadi. Shuni ta'kidlash kerakki, koronagrafiya tekshiruvi fonida agar stent qo'yiladigan bo'lsa ham, u yurak tosh tomirlarida qon aylanishini tiklaydi va asosiy davo hisoblanmaydi. Bu bemorlar albatta doimiy ravishda qon suyultiruvchi hamda yurakni metabolizmini yaxshilaydigan dorilarni ichib turishlari kerak.